Al-Buxoriy maqbarasi hammani qiziqtirgan bu yangi innovatsion muzeyi bor-ku. Mana bu kirish joyi bo'lsa, Al-Buxoriy maqbarasi mana bu joyda ekan endi. Endi mana shu joyda bo'lar ekan. Pastda. Lift bilan zinadan tusholmasangiz, lift ishlaydi. Mana shu pastda ekan. Hozir sizlarni ko'rsataman pastga olib tushib, muzeyga qanday kirish, ertaga yoki qachondir ziyoratga kelgan paytlaring nima adashib qolmasliklaring uchun. Mana pastda. Bu tomonda mana eskalatorlar turibdi. Mana bu eskalatorda Masjidul Haramdagi eskalatorlarni eslatadi. Kim borgan bo'lsa, mana xuddi shunaqa tushib kelinadi. Mana shunday tushasizlar. Mana bu tomonda muzey. Kelaverasizlar. Videoni bizdan kuzatishda davom etinglar. Ichlarini ham o'z ko'rsatamiz. Muzey. Ba'zilar Imom al-Buxoriy majmuasida joylashgan innovatsion muzeyga kirganingizdan keyin to'g'riga yurasiz. Hozir sizlarga to'liq bu joyni qanday aylanib yo'q, qanday ekskursiya qilishni to'liq ma'lumot berib ketamiz. Mana kirdingiz, zal. Bu yerda mana seyflar bor. Narsalaringiz, sumkalaringiz bilan kirib aylanish mumkin emas ekan. Har bitta seyfda o'zi mana o'zingiz kod qo'yib ketsangiz bo'ladi, kalitsiz. Qanday kod qo'yish esa yo'riqnomasi mana bu yerda joylashgan. Xo'p, mana kirdik. To'g'riga mana yurasiz. Mana bu yashil daraxtsimon ekranimiz sizni o'ziga jalb qiladi. Kirib kelasiz, shunchaki hayratdan lol qolishda ilojingiz yo'q. Mana kirdingiz. Xatamun nabiy. Mana bu yerda g'orga o'xshagan joyimiz bor. Tushasiz, xuddi g'orda hadis eshitadiganday bo'lasiz. G'orda. Bu yerdan chiqib ajoyib ekranlar. Mana toshlarga qo'yilgan ta'rifga til ojiz xullas. Mana bu yerda globus. Islom dinining tarqalishi. Mana bu yerda ko'rsatilgan islom dini qanday nechinchi yil, nechinchi milodiy yillar, mana Umayyadlar xalifaligining islohotlari, mana shu yashil joy islom dinining tarqalishi bo'lib ketyapti. Shuni ko'rsalaring bo'ladi. Globusda. Xo'p, keyin bu yerda esa har xil elektron o'yinlar mavjud. Eng qizig'i faqat atrofga tepaga emas, hattoki yerlarga ham ekranlar qo'yilganda. Ekran emas, azizlar, albatta proyektor, lekin juda qiziq. Bu yerda esa mana Susani ibn Moja hadislar kitoblari, tarixiy kitoblar. Bu yerda Imom Buxoriyning o'zlarining kitoblari. Keyin bu yoqqa o'tamiz. Biz borgan sari qiziq joyga kirib boryapmiz. Muzeyda eng qiziq, eng innovatsion joylarga kirib boryapmiz. Bu yerda mana qadimda shu bir maktab ko'rinishi keltirib qo'yilgan. Bu yerda yana ajoyib qiziq ma'lumotlar. Mana bu yerda esa mana bu ekranda Imom al-Buxoriyning ilmiy safarlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Buxoro, Nishopur, Makka, Madina, Bag'dod, Misr. Xo'p. Bu ham xuddi shunday Imom Buxoriy bobomizning safarlari tushirilgan xarita. Keyin O'zbekistonda zo'r kinoteatrlar ko'p, lekin bunaqasi faqat Samarqandda, faqat Imom al-Buxoriy majmuasida. Salkam 360 gradusli ekran. Bu yerga kelasiz, 600 mingdan ortiq shunchaki tarixga uchasiz. Ovozlarni qaranglar. Matnlarni tasdiqladi. Shunchaki bomba, ajoyib. Kelinglar. Xo'p, bu yerdan chiqdik. Xo'p, bu yerda Buxoriy tahsil olgan madrasa o'quv xonasi. Imom al-Buxoriy haqida to'g'risidagi har qanday ma'lumot bu muzeyda mujassam etilgan. Har qanday ma'lumot. Mana bu joyda esa bu sahnani suratini ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bu joy o'sha jonlantirilgan. Mana bu haykallar ham tirik insonlarga o'xshab yasalgan, juda ham ajoyib. Mana bu al-Buxoriy bobomiz va imtihon jarayoni shogirdlari. Meni fikrim, yana
muzey hali ochilmagan, shuning uchun bizga hozir instruktor yo'q. Bu mana bu jarayon, bu mana bu deb tanishtirib berishga biz hozir o'zimiz tomosha qilib chiqdik va o'zimni fikrlarim bilan sizlar bilan bo'lishyapman. Yana ekran. Mana bu joyga qarang. Shuni o'tganingizda esa mana yerda 90 gradusli ekran va Imom Buxoriyning bizgacha yetib kelgan hadislari. Bu yerda eshitishingiz mumkin. Hadislarni eshitishingiz mumkin. Mana yerda mana ekran bor, monitorda xohlagan hadislaringizni hattoki videolar bilan ko'rishingiz mumkin. Mana hozir bittasini qo'yaman. Yo'q, qo'yilmadi. Ta'rifga til ojiz. Tilim kalimaga kelmay qolyapti. Mana shu yerda esa mana uchargilam. Bu joy albatta farzandlaringiz uchun uchargilamda keladi, tarixga sayohat qiladi. Imom Buxoriy qayerga sayohat qilgan bo'lsa, uchargilam ham o'sha bo'ylab uchadi. Keyin agar uchargilam to'lib qolsa, bu yerda bolalaringiz o'yinlar o'ynab turadi mana. Diqqat, o'yin, odob, xulq xazinasi, xotira o'yini. Misol ana xotira o'yinini bosdik, vaqtga qarshi poyga. Kech bo'lmasdan oldin Imom al-Buxoriy safardagi barcha yo'nalishlarni moslang deyapti. Xo'p. Boshladik. Mana, endi hozir ko'rganimizda qayta ochib chiqishimiz kerak bo'ladi. Har xil o'yinlar mavjud. Xullas, sizning farzandlaringiz ham zerikmaydi, farzandlaringiz ham bu yerga kelib Buyuk bobo kalomimiz haqida bir nimalarnidir aniq o'rganib ketadi. Keling. Xo'p, uchargilamdan chiqqanimizdan keyin bu yerda mana haqiqiy kitob nusxalari, varoqlari qo'yilgan. Mana siz ham mana yerga kelib, oyoq kiyimingizni yechib o'sha tarixga sayohat qilsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli rasm chiqsa kerak, mana shu yerga tushsangiz. Mana Imom Buxoriy bobomizning mana o'zbekchani tanlaymiz. O'zbekcha. Xo'p. Sahih-i Buxoriyning mashhur roviylari. Eshityapsizmi? Imom Buxoriy o'zining mashhur kitobi Sahih-i Buxoriyni yozib tugatgach, uni ko'plab shogirdlariga o'qib eshittirgan. O'chiramiz endi uni. Xullas, bunaqa muzey yo'q. Ishonib aytaman, O'rta Osiyoda yo'q bunaqa muzey. Kelib farzandlaringizni soatlab tashlab ketsangiz ham bo'ladigan joy ekan. Kelasiz, o'tirasiz, bu yerdan hadislarni tanlaydi, tepadan ovoz berib turadi. Va bu tomonda esa bizning muqaddas kitobimiz Qur'on kitobini mana elektron nusxasi. Buni qo'lingiz bilan boshqarsangiz bo'ladi. Xullas, butun O'zbekistonga qiziq bo'lgan hamma ma'lumot, Imom al-Buxoriy bobomiz haqida kimga qiziq bo'lgan hamma ma'lumot bu muzeyda mujassamlashtirilgan. Bu yoqqa o'tasizlar, o'sha hadislar to'plamlari tortasiz. Bu yerda hadisning yozma shakli, bu yerda esa elektron shakli. Mana hadislarimiz juda ham ko'p. Albatta bu yerda saralangan hadislar. Ma'lum hadisni kimdir tortib ketibdi, tushirmasdan ketibdi, biz tushirib qo'yamiz. Mana monitor ekranimiz yana ochiladi. Hadislar juda ham ko'p. Bu tepada ham har bitta hadisni sizga o'zbekcha tanlasangiz, o'zbek tilida o'qib eshittiradi. Zo'rmi? Xo'p, mana kelib qoldik. Bu yerda Ka'ba push, katta ekranlar, Imom al-Buxoriy anosi va majmuasi maketi, Imom al-Buxoriy majmuasi maketi. Bu yerda mana Imom al-Buxoriy ordeni sohiblari. Bu yerda biz taniydigan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an, Salmon bin Abdulaziz Ol Saud. Va mana bu ekranda ham Imom Xatib Imom al-Buxoriy ordeni sohiblari. Mana bu kimniki va kim muzeyga olib kelib qo'ygan? Mana shu nima? Buni bilsangiz kommentda yozib qoldiring. Juda chiroyli. Sizlarga yordam Muhammad
ibn Ismoil Imom Buxoriy deb yozilgan ordenda. Va shundan keyin mana bu tomondan mana bu tomonda kitoblar, har xil hadis, Qur'on kitoblari va bu yerdan narsalaringizni olasizda, chiqish bu eshikdan bo'ladi. Qisman o'zimiz tushungancha, o'zimiz bilgancha muzeyni sizlarga tushuntirishga harakat qildik. Xudo xolasa muzey hali ochilib olsin, yana ham chiroyli videolar qilib beramiz. Bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.